menga hech kim qilib bermaydi nonushta. Foydasi bo'lmagan va bu meni nolishdan. Qo'rqma hayotda o'zingnikini olishdan. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar hamda kuzatuvchilar. Bugungi bizning yangi mavzumiz tub ko'paytuvchilarga ajratish, NBS va NBY hamda ekub va ekuk mavzular bilan tanishib chiqamiz. Bularning hammasi bir-biriga bog'liq bo'lgani uchun bitta qilib ko'rib ketamiz. Hamma diqqat e'tiborini menga qaratib tursin. Demak, tub ko'paytuvchilar ajratish. Tub son deganini o'zi nima degani edi? O'ziga va birga bo'linadigan sonlar tub sonlar deyiladi. Endi tub ko'paytuvchilar ajratish degani nima degani? Bizga qanaqadir bitta son beriladi. Misol uchun aytaylik, 100 soni berilgan bo'lsin. Shuni tub ko'paytuvchilarga ajrating degani faqat tub bo'luvchilarga bo'lib chiq degani. Demak, uning uchun nima ish qilamiz? Qarang, chizib olamiz. 100 ni faqat tub songa bo'lib chiqamiz. Tub sonlar o'zi necha? Eng kichkina tub son necha? 2, keyingisi 3, keyin 5, keyin 7. Bu qandaydir qonuniyat asosida davom etadimi? Yo'q. Chunki masalan, juft sonlar hammasi nechtaga ortib ketadi? 2 ga. Masalan, 3 ga qarali sonlar 3 ga ortib ketib qoladi. Shunaqa qanaqadir qonuniyati yo'q buni. To'g'rimi? Bu eng kichkinasi ma'lum, eng kattasi ma'lummi? Yo'q, ketaveradi. Tushunarli-a? Buni qandaydir qonuniyati yo'q. Tub son degani shu faqat o'ziga va birga bo'linadigan sonlar nima deylar ekan? Tub sonlar deyiladi. Demak, faqat tub songa bo'lishim kerak. Xohlasam 2 ga bo'lay, xohlasam 5 ga bo'lay. Iloji boricha tartib bilan kichkinasidan kattasiga qarab ketsam yaxshiroq chiqadi. Demak, 100 ni 2 ga bo'lamiz. Necha chiqadi? 50. 2 ga bo'lamiz necha? 25. 25 ni yana 2 ga bo'la olamanmi? 3 ga bo'la olamanmi? 5 ga bo'lamiz. 5 ga bo'lsam 5, 5, 1. 1 chiqsa to'xtatamiz. Demak, 100 teng ekan. 2 dan nechta? 2 dan 2 ta, 5 dan 2 ta. Bo'ldi mana tub ko'paytuvchiga ajrat. Demak, tub ko'paytuvchiga ajratish degan mavzuni mag'zi mana shu. Ya'ni qanaqadir son beradi, siz shunchaki masalan 2 dan 2 ta bo'lganicha 2 ta, 5 dan 2 ta bo'lganicha 2 ta deb qo'yasiz. Buni chiziqda ag'dayini hisoblab olish yo'q, chunki bu yerda 3 ta 5 bo'lib qoladi. To'g'rimi? Savollar bormi? Demak, tub ko'paytuvchiga ajratishni hamma tushundimi? Endi NBS va NBY nimaligini tushuntiraman. NBS degani natural bo'luvchilar soni. NBY degani natural bo'luvchilar yig'indisi. Demak, NBS bilan NBY degan nima degani? Aytaylik, kelinglar mana shu 100 soniligini ko'rib chiqaylik. Buni formulasini oldin yozib olamiz. Qarang. A teng bizga qanaqadir A soni beriladi, ya'ni mana 100 soni berilgan bo'lsin deylik. Uni biz tub ko'paytuvchiga ajratib olamiz. Masalan, A ning n'si, B ning m'si, S ning k'si va hokazo. Nechtadir masalan 3 ta kelsa 3 ta, ama yerda hozir 2 ta kelyapti, to'g'rimi? 7 ta kelishi mumkin, 5 ta kelishi mumkin. Nechta bo'lsa shuncha holatga keltirib olamiz. Ana undan keyin men NBS topyapman o'sha A soni uchun. Formulasi qanday bo'ladi? Mana uni darajasida nima turibdi? N. O'sha darajaga shunchaki 1 ni qo'yishamanda ko'paytiraman. Ikkinchisining darajasida nima turibdi? M. Buni ham darajasiga shunchaki 1 ni qo'shamanda ko'paytiraman. Bunikida nima turibdi? K qo'shilgan 1 ko'paytirib va hokazo ketadi. Ya'ni bitta gap bilan aytganda darajasiga shunchaki 1 ni qo'shamizda ularni ko'paytirib chiqamiz. O'shanda natural bo'luvchilar soni kelib chiqadi. Savollar bormi? Yaxshi. Savollarimiz bo'lmasa, keyingi formulani tushuntiraman. NBY. NBY. O'sha A soni uchun. Unda nima qilamiz? Mana bu A ning n'sini olamizda. A ning n'siga darajasiga 1 qo'shib, o'zidan 1 ni ayiraman va mahrajiga uni darajasini olib tashlab turib yozaman. Darajani olib tashlasam A - 1 bo'lib qoladi-yu. O'shani yozyapman. Endi keyingisida B ni m'siga darajaga bu ham xuddi shunaqa. O'ziga 1 qo'shib, o'zidan 1 ayiraman darajani. Pastida esa B - 1. Savollar? Qolganlari ham xuddi shunday davom etadi. Savollar bormi bu bo'yicha? Formulalarga tushundikmi? Yaxshi. Formulalarga tushungan bo'lsak, o'quvchilar endi shu asosida misol ko'ramiz. Mana kitobimizda e'tibor bergan bo'lsak, 30 ta misol bergan. Shu 30 ta misolda tub ko'paytuvchiga ajratamiz, NBS'sini topamiz, NBY'sini topamiz. Shu 30 ta misol nechtaga aylanib qoladi endi? 90 ta misolga aylanadi. Ya'ni har biriga 3 tadan narsa topib chiqasiz. Tushundilaringmi? Diqqat bilan qarab turamiz. Qo'yinglar ruchkalaringni. Endi shu 100likni ko'raylik. Birinchi o'zi natural bo'luvchilar nechta 100ligi?
Ko'rib chiqaylik. Yuzli bo'luvchilar nechta? 1, 2, to'g'rimi? 3 ga bo'linmaydi. 4, 5, keyingisi 10, keyingisi yo'q, 20 bor. Nima oldi? 20, 25, 50 va 100. Nechta ekan o'zi? Sananglarchi? 9 ta ekan, to'g'rimi? Ana endi nbs topamiz. Uning uchun mana tub ko'paytuvchiga ajratish kerak. Tub ko'paytuvchiga ajratilgan variant tayyor tepada turibdi. Rozimisizlar, pastda foydalanib ketaveraymi shundan? Demak, men yozaman nbs topyapman. Nechi uchun? 100 uchun. Ana. Endi mana daraja n kerak ekan. N nechiga teng bu yerda? 2 ga. Shunga endi nechi qo'shaman? Bu bir qaytdan kelyapti. Formuladan kelyapti. Ko'paytirilgan keyingisini darajasi nechi ekan? 2. Bunga ham nechi qo'shamiz? Bu nechi endi? 3. Buchi? 3 kara 3. Demak, nechta ekan? Sanamadik-a biz. Sanaganingizda ham 9 ta chiqadi. Domla, mana bu formuladan ko'ra buni sanab qo'yganimiz oson deyishingiz mumkin, ha? Sizga test topshirib turganingizda, masalan, katta xonali sonlarni bersachi, masalan, 5000 ligini toping desachi, orada bitta son tashab ketsangiz ham pishdingizda. Teng bo'lib aytda testda javoblar masalan 50 ta chiqadigan bo'lsa, 50 ta, 51 ta, 49 ta, 48 ta degan javoblar bo'ladi. Formulada hisoblaysiz, aniq konkret javob kelib chiqadi. Savol bormi bu bo'yicha? Kim tushunmadi? Yana bir marta ko'raymi yo shart emasmi? Yaxshi. Bo'lmasa NB'siga o'tamiz. NB topamiz xuddi shu son uchun. NB topaylik o'sha 100 uchun. Bunda nima qilamiz? Mana u 2 ni ikkinchisini shuni yulib olaman-da. 2 ni ikkinchisi darajasiga necha qo'shaman endi? 1 qo'shib, ayiraman o'zidan 1 ni. Mahrajiga, ya'ni pastiga 2 minus 1 yozib oldim. Ko'paytirilgan. Endi ikkinchisi nechini olaman? 5 ta ikkinchisi darajaga necha qo'shamiz? O'zidan 1 da mahrajda nima bo'ladi? 5 minus 1 bo'ladi. Endi davom ettiramiz. 2 ni kubi bo'lib qoladimi bu? Qaranglar mana. 2 ni 3-chi ayrilgan 1 taqsim 2 dan 1 ayirib olsam 1. Ko'paytirilgan 5 ni 3-chi ayrilgan 1 taqsim 4. Savol bormi shu yerda? Yaxshi. 2 ni kubi nechiga teng? 8. 8 dan burilib 1 da ayirib yozaveraymi? Hamma rozimi? 7 taqsim 1 bo'ladimi shunda? Ko'paytiruv 5 ni kubi nechiga teng? 125. 1 da ayirib tashlasam 124. Mahrajdan nechi endi? 4 mi? 7 ko'paytiruv bu 31 bo'ladimi shunda? 7 kara 1 7, 7 kara 3 21. Javob necha ekan? 217. Endi qaranglar, haqiqatan ham mana bu bo'luvchilarni qo'shib chiqsam 217 chiqarmikin? Shuni qarang. 100 ga 50 ni qo'shamiz. 175, ha? 195. Mana qo'shsam 200, mana qo'shsam 210 mi? 210 ga mana qo'shsam nechi? 7. 217. Kelib chiqdimi? Qaranglar, matematika qanaqangi kuchga qodir o'quvchilar, mana uni hatto bilmay turib o'shalar yig'indisini hisoblayapti. Qoyilmisizlar? Endi demak, tub ko'paytuvchi ajratish, NBS va NB o'tildi. Shu uchalasi bo'yicha savollar bormi? Yaxshi. Savollarimiz bo'lmasa, endi ekub va ekuk haqida gaplashamiz. Ekub nima uchun kerak o'quvchilar? Ekub bizga o'quvchilar kasrlarni qisqartirish uchun kerak. Ekuk nima uchun kerak bizga? Ekuk kasrlarga umumiy mahraj berish uchun kerak. Tushunarlimi? Endi buni topishning o'zi 3-4 xil yo'llari bor. Men sizlarga 3 tasini ko'rib beraman. Kelishdiga qarab turamiz. Xo'p. Endi kitobimizdagi bundan topshiriqni berib bo'ldim, ha? Xo'p. Ana endi keyingi nimasini ochadigan bo'lsak, ekub va ekuk haqida kelyapti. Buni ham bitta tushuntirib olaman. Keyin misollardan namuna ko'raveramiz. Xo'p. Tushuntirib ketaman. Birovlar misoli orqali ko'rib ketamiz o'quvchilar. Tushunarli-a? Ekub topyapmiz. Birinchi usul jadval usuli desalar ham bo'laveradi. Birinchi deb qo'yapman, o'sha birinchi usul. O'sha bitta misolni 3 xil usul bo'yicha ishlab chiqamiz. Keyin o'sha misollardan namuna ko'rib qo'ya qolamiz. Xo'p. Misol uchun nechi bilan nechiga topaylik birinchi bo'lib? Aytinglar o'zlaring. Yoki kitobdan ko'raylik.
Nechi bilan nechi? 105 bilan. Xo'sh. Bir-biriga karrali ham bo'lsin-da. 16 bilan o'tdi. Yo'q, unda вообще bir-biriga karrali bo'lib ketib qolyapti. 15 bilan quramiz. Xo'p. 50 bilan 60 ni ko'ramiz. 50 va 60. Birinchisi jadval usuli. Bu maktab kitoblarimizda ham oldin uchraydi. Hozir bilmayman, lekin jadval usuli. Nimaga jadval usuli deyiladi? Chunki jadval shaklida ishlanadi bu. Mana, jadval chiqib olasiz. Birinchi bo'lib 50 ni bo'luvchilarini yozib chiqasiz. 50 ni bo'luvchilari nechi? 1. Jadvalni kichikroq qilishim kerak. 2. Keyin nechi? 3 bo'lmaydi, to'g'ri bo'lmaydi. 5, 10, 25, 50. To'g'rimi? Endi 60 niki. Qaradik. 1, 2, 3, 4. To'g'rimi? Keyingisi 5, 6, keyingisi 10. Mana virgul bilan yozib ketaver-ya. Keyingisi nechi? 12, keyingisi 15, keyingisi 20, keyingisi 30, keyingisi 69. Endi ekub degani qaradik. Eng katta umumiy bo'luvchi degani. Endi bo'luvchilar orasida bir xillar bormi? Qarab chiqaman. Mana bu birlar bir xil, to'g'rimi? Ikkilar, yana nechi? Mana bu 5lar, 10lar, yana bo'lgan bir xillar. O'zi buni bo'luvchilari turli xil ekan. To'g'rimi? Ya'ni 1, 2, 5, 10, to'g'rimi? Lekin bu yerda eng kattasi nechi? 10. Bir xil, ikkalasida bor bo'luvchi 10. Demak, o'quvchilar ekub teng o'sha 60 bilan 50 ga topsam o'quvchilar nechiga teng chiqdi degani demak. 10 bo'ldi degani. Tushunarlimi? Savollar? Jadval usuli tushunarli bo'ldimi? Lekin men bu jadval usulini qo'llab-quvvatlamayman. Nima uchun? Chunki masalan, 2 xonali, 3 xonali sonlar bersa, mana ko'ryapsizlar, oddiy imzolar bitta metod o'zida qilinch bo'lib qoladi. Endi ikkinchi usulni tushuntiraman. Bu sizga mohiyatini, mag'zini chaqib olish uchun kerak bo'ladi. Endi ikkinchi usul. Ikkinchi usulda o'quvchilar tub ko'paytuvchilikni ajratish usulidan foydalanamiz. Bu usul rosa ko'p marta foydalaniladi, rosa ko'p kerak bo'ladi bizga, rosa ko'p uchraydi. Demak, ekub topish kerak. O'sha 60 va necha uchun? 50 uchun. Ko'rib chiqamiz. 60 ni tub ko'paytuvchiga ajratasiz, 2 ga bo'lasiz, 30, 2 ga bo'lamiz 15, 3, 5, 5, 1. To'g'rimi? 50 ga ajratasiz. 2, 25, 5, 5, 5, 1. 60 teng ekan o'quvchilar. 2 dan nechta? 2 ta, 3 dan bitta, 5 dan bitta. 50 teng ekan. 2 dan bitta, 5 dan 2 ta. Ana endi qaranglar. Bundan bir xilini belgilab olasiz. Ya'ni asoslari bir xil. Asos degani mana bu narsa. Tushunarlimi? Asoslar bir xillar mana belgilab chiqdi. Ekub B oxiri qaysi harf bilan bo'lyapti? B harfi. B degani bu bola degani. Bola nima degani? Kichkina degani. Demak, kichkinasini olamiz ekan degani. 2 ni birinchisi kichkinami, 2 ni ikkinchisimi? 2 ni birinchisi. Demak, 2 ni birinchisini olamiz. Ko'paytiruv yana bir xillar bormi? Bor. 5 ni birinchisi bilan 5 ni ikkinchisi. Bunda agar yana bitta narsa aytib qo'yay, ikkita bir xil kelib qolsa, bittasini olib ketaveramiz. Tushunarlimi? 5 ni birinchisini olaveramiz. Ana endi 2 ni birinchisi 2 ga teng, 5 ni birinchisi 5 ga teng. 2 kara 5 10. Mana bunda ham 10 kelib chiqdi. Mana bunda ham 10 chiqdi. Savollar. Ana endi kulminatsion nuqtasi eng osonini o'rgatamiz. Uchinchisi, buni o'quvchilar sizlarga shorts videoda ham chiqargandim adashmasam, ko'rgan bo'lsalaring, 50 bilan 60 shunchaki yozamizda. Ikkalasiga ham bo'linadigan son yozamiz. Ikkalasi ham nechiga bo'linadi? 5 ga bo'linadi. Mana uni 5 ga bo'lib olsam nechi? 10. Bu-chi 12. 10 bilan 12 2 ga bo'linadimi? Bu 5, bunisi nechi? 6. 5 bilan 6 endi umumiy bo'luvchisi qoldimi? Yo'q. Qolmagan bo'lsa mana bu tarafdagini shunchaki ko'paytirasiz, javob nechi chiqadi? To'g'ri. Tushunarlimi? Savollar bormi? Yaxshi.
Savollarimiz bo'lmasa eku b tushunarli bo'ldimi? Mohiyati, mag'zi. Endi eku k ga o'tamiz, keyin misollariga o'tamiz. Chizib qo'yapman sizlarga ajrab turish uchun buni. Demak, endi eku k. Kelinglar shu ikkalasini o'ziga ekuk topib ketaveraymi yo boshqa son qilaylik? Mayli, shu boshqa son emas, shuni nima qilaveramiz? Xo'p, ekuk topamiz. Ekuk topish kerak. Nechi bilan nechiga? 50 bilan 60 ga. Qaradik. Bunda ekuk k deganimiz eng kichik umumiy karrali. Karrali degani demak qanaqadir son topaman, o'sha son mana bu 50 ga ham 60 ga ham nima qiladi degan? Bo'linadi degan. Tushunarlimi? Demak, qaradik. Buni ham birinchi usuli bor, jadval usuli. Qaradik. Jadval usulida 50 bilan 60 ni yozib olamizda. Virgul qo'yib ketaverib, o'zi aslida jadval qilib chizib chiqishim kerak edi. Oshirib ketaverasiz. 1 marta 1 ga ko'paytirasiz, 2 ga ko'paytirasiz, 3 ga ko'paytirasiz va hokazo va hokazo. 50 bo'lsa, keyingisi necha bo'ladi? 2 ga ko'paytirsangiz 100 bo'ladi. Keyingisi 150, keyingisi 200, keyingisi 250, keyingisi 300, keyingisi 350, keyingisi necha? 400. Anchagacha yetib turar-a? Endi bunisini chizamiz. 60 ta 1 ko'paytirdik 2 ga. Keyingisi. 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 420. Keyingisi. E'tibor bergan bo'lsak, mana ikkovida ham necha bir xil bo'lib qoldi? 300. Bularda o 600 dan bir xil chiqadi. Lekin mana yerda aytayapti-da, eng kichik umumiy karrali degan. Tushunarlimi? Mana yerda kichkinasini emas, kattasini olasiz. Bunda esa nima? Demak, buning javobi nechiga teng ekan? 300. Afsuski, lekin bu usulni ham men qo'llab-quvvatlamayman. Demak, undan oldin ekubda biz qaysi usuldan foydalanish o'zimizga qulay deb bildik? 2 bilan 3 ni. Tushunarli-a? Xo'p, endi bunda ham o'sha aytganimdek mohiyatini anglab olishingiz uchun kerak bo'ladi xolos. Asosan bu usul. Endi ikkinchi usuliga o'tamiz. Ikkinchi usuli o'sha. Bunda ham tub ko'paytuvchiga ajratish. Tayyor mayda tub ko'paytuvchiga ajratganman. Shundan foydalanib ketaveraymi? Hamma rozimi? Ketdik bo'lmasa. Ekuk yozaman. 60 bilan 50 ga. 50 teng ekan o'quvchilar. 2 dan nechta? 2 dan bitta, 5 dan bitta. Ne 2 tegan 5 dan, a? 60 nimaga teng ekan? 2 dan bitta. Bunda ham xuddi shunaqa, bir xillarini belgilaymiz. Ekuk k oxiri qaysi harf bilan tugayapti? O'zlaringga signal so'z qilib olinglar. Ekuk k katta degan. Demak, 2 ni birinchisi, 2 ni ikkinchisi kelyapti. Nimani olamiz? 2 ni ikkinchisi. Ko'paytiruv. 5 ni ikkinchisi va 5 ni birinchisi kelyapti. 5 ni ikkinchisi. Va o'quvchilar kattalarga birida bor, birida yo'q. Ya'ni, masalan, kattalarga, masalan, meni pravam bo'lsa, menga mashina haydash mumkin. Masalan, siz pravangiz yo'q yoki kichkinasiz. Prava haydash, mashina haydash mumkinmi? Yo'q. Yoki masalan kattalar aytadi sizga muzli suv ichma, boshqa qilma deydi. Ya'ni immuniteting past seni yoki shamollab qolishi mumkin yoki boshqa deydi. To'g'rimi? Ya'ni ba'zi bir kichkinalarga mumkin bo'lmagan narsalar kattalarga nima? Mumkin. Shuning uchun ham bulardan mana ortiqcha qolib ketadi-ku. Masalan, men 3 dan bitta, men 7 dan bitta qolgan bo'lishi mumkin. O'shalarni ham olib ko'paytirib qo'yamiz. Tushdi birinchisi. Ana endi buni hisob kitob. 2 ni kvadrat 4, bu 25, bunisi esa 3. Javob keyin 300 bo'ladi. Savollar bormi? Kim tushunmadi? Endi hamma kutib turgan bo'lsa kerak-a, 3-usulni o'rgataman bunda ham. Bunda ham 3-usul qarang. 50 bilan 60 ni yozasizlar. O'shanda umumiy bo'luvchisini chekka chiqaraverasizlar. Masalan, ikkalasi ham 5 ga bo'linyapti. Bu 10, bunisi 12. 2 ga bo'lamiz. Necha? 5 va 6. Endi bunda 3 ta usul orqali topishni o'rgataman. Qaranglar. Birinchi usul mana bu 5 ni mana bu 60 ga ko'paytirsangiz chiqaveradi. Ikkinchi usul mana bu 50 ni 6 ga ko'paytirsangiz chiqaveradi. Uchinchi usul mana bunday qilib sizlar eslanga qolish uchun paypoq usuli desalar ham bo'ladi. Tushunarlimi? Bo'ladimi? Mana. Qaranglar mana bunday qilsalar.
yoki tufli usuli desalar ham bo'laveradi. Tushunarlimi? Ya'ni ko'paytirsangiz mana 5 ko'paytiruv 60 300 mi? Ha. 6 ko'paytiruv 50 300 mi? 6 ko'paytirilgan 5 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv 2 300 mi? Xolasiz bu usul, xolasiz bu usul, xolasiz bu usul. Esingizda qolish uchun bunday qilib chizib olgan hisob qilsangiz bo'laveradi. Tushunarlimi? Savol bormi? Xo'p, bo'lmasa savolimiz bo'lmasa o'quvchilar kitobimizdagi misollardan ham namuna ko'ramiz. Endi kitobga qarasak, mana birinchi misolda aytayapti ekanki, A bilan B ni berib turib, E kub va E kubni toping deb qo'yibdi. Qaradik. Birinchisini ko'ryapman. A teng ekan 2 dan 2 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 2 kelyapti. Men buni burla soddalashtirib yozaman. 2 dan nechta? 3 ta. Mana shu yergacha tushuntirish bo'ldi. Endi bari kitobdan misollar bo'lyapti. Ajratib qo'ydim. 2 dan 3 ta, 3 dan 5 dan 7 dan yaxshi. Endi B nimaga teng? 2 dan 2 ta, 3 dan 1 ta, 5 dan 1 ta, 7 dan ham 1 ta. To'g'rimi? Endi menga aytayapti, E kub va E kub top deyapti. Qaranglar, buni hisobla, qiymatini top, bunikini ham top, keyin boshqa usulga qo'y, qilib yotishim menga hozir to'g'ri yo'lmi? Qaysi usuldan foydalanganim yaxshi menga? Ikkinchi usulda tayyor ko'paytuvchi holatga kerakmi manaqa holat? To'g'rimi? O'sha bo'yicha topib ketamiz. E kub B topaman. Qaysi sonlar uchun? A B soni uchun deb ketaveraman. A va B soni uchun. To'g'rimi? Demak, qaradik. Bir xili bormi? E kub B da nima qilardik? Chizmasdan olib ketaveryapman. 2 ni ikkinchisi, 2 ni uchinchisi necha bo'ladi? 2 ni ikkinchisi ko'paytirilgan. 3 ta birinchisi ko'paytirilgan. 5 dan 1 ta, 7 dan 1 ta. Hisob kitobi qolyapti. Qilib qo'yaveramizmi? Teng deb turib, masalan, 4 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv 7 ta hisob kitob bor. Samandar qarab turing doskaga. Endi E kub topamiz xuddi shunga. E kub topamiz. Nima uchun? O'sha A va B soni uchun. Nima bo'ladi birinchisi? Kattasini olamiz. Ikkini? Uchinchisi. Nima uchun? Chunki oxiri K harfi bilan kelyapti. 3 ta? 5 ta? 7 tani? Bo'ldi shu. Bu ham hisob kitob. A qolarsinmi? Qiyin emasmi? Birinchisi bo'yicha kimda savol bor? Birinchi bergan misol bo'yicha. Mana shunda mana sizlarga 8 ta misol berib, 8 taga ham E kub to'lib chiqasiz. Kelishdika? Xo'p, keyingisida mana E kub B toping debdi. Mana undan oldingi men ko'rgan misollar bilan bir xil, faqat 3 taligini ko'rib beraman sizlarga. Qarang, 3 talik kelgan bo'lsa nima qilamiz 3 talikda? 3 talikda ham xohlagan usulingizdan foydalanib ketsangiz bo'laveradi. Xo'sh, 18 mi? 30, 50 va 71. Men nechinchi usuldan foydalanyapman? 3-usuldan foydalanyapman. Siz xohlagan usulingizdan foydalaning. Yana bitta narsa, eng kamida 2 ta usuldan foydalanib keting. O'shanda yana ham esingizda qolishingiz oson bo'ladi. Demak, hammasiga bo'linadigan son nechi? 2. Bittada topsam 10. Bunda 3, 5, 7. Bitta nima 10 qolyapti. Demak, bular E kubi nimaga teng? E kub 10. Bo'ldi shu. Tushunarlimi? Savol. Masalan, ikkitasi bo'linadigan bo'lib qolsa, uchinchisida agar bo'linadigan son bo'lmay qolsa ham qolaveradi u narsa. Tashab ketasiz. Tushunarli? Masalan, mana 5 emas, masalan 6 bo'lib qolganda, 6, 3, 7 bo'lib qolganda ham ololmayman. Chunki buni ikkalasi bo'linishi mumkin, lekin mana bo'linmayapti-da. Shuning uchun mana undagi son bo'laveradi. Chalg'ib qolmanglar. Tag'in 6 bilan 3 ni 3 ga bo'lib turmay 3 ni ketib qolmanglar. Kelishdikmi? Savol. Yaxshi. Endi E kub K ga ko'ramiz. Qolgan hamma misolim mana ikkita-ikkitalik kelingan. Bularni ko'rgansizlar. Xo'sh, E kub K ni 3 taligidan ko'ramiz. Buni endi 3-usul bo'yicha ishladim. Endi 2-usul bo'yicha ham bitta ishlab ketaylik. Xo'sh, 29 ni ko'ryapmiz. Gaplashma. E kub K topish kerak. K deb ketyapman o'quvchilar. 28, 70 va 143. Qarang. Bularni hammasini tub ko'paytuvchiga ajratib olamiz. 28, 2, 14, 2, 7, 7, 1. 70, 2, 35, 5, 7, 7, 1. 140, 2, 70, 2, 35, ha? 5, 7, 7, 1.
Endi bular yozib olamiz. Yozib olish ham muhim. Iloji boricha tagma-tag qilib yozishga harakat qilinglar. Chunki mana bu belgilashingiz oson bo'ladi-da bunday qilib. 70 2 dan bitta, 5 dan bitta, 7 dan bitta. 140 2 dan 2 ta, 5 dan bitta, 7 dan bitta. Hammasida 2 bor ekan, ha? 2 ning nechinchisi bo'ladi? Kvadrat. Ikkinchisi, ya'ni kvadrat. Ko'paytirilgan. Keyingisi mana 7 lar bor ekan. Nechi bo'ladi? 7 ni birinchisi. Keyin qaranglar, yana bitta narsani tushuntirib qo'ying. 3 tasida bo'lmasdan 2 tasida bo'lsa, bunda olaveramiz. Tushunarli, ha? Ikkovini belgilayman. Nechta olaman bunda? Ha? Bitta 5 ta o'zim olaman. Yana hisob kitob qilib qo'yamiz. Hisob kitob qilib, men aka bir yo'la yozyapman, ha? 2 ning kvadrati nechi? 4. 4 ni 5 ga ko'paytirsam 4 kara 5 20. 20 ni ko'paytirsam 140. Savol. Kim tushunmadi? Hamma tushundimi? Bugungi mavzumiz o'quvchilar shundan iborat. Agar tushungan bo'lsak, men vazifa deb yozaman. Vazifa o'quvchilar, mana sizlarga berdim. E'tibor bergan bo'lsak, 5 va 6 betdagi misollar, ya'ni 5 va 6 betlar. Mavzumiz hammaga tushunarli bo'ldimi? Kichkina tushunchalar o'tdik. Masalan, mana tub ko'paytuvchilar, NBS, NBY, ekub bu degani 5 xil yangi tushuncha o'tdik. O'ylaymanki, tushuntirib bera oldim. Sizlar tushundilaringmi? Mavzumiz bo'yicha savollar bormi? Savollar bo'lmasa darsimiz yakunlaymiz.